Assalomu alaykum. Stomatologiya. Manimga ozgina perdelkamiz bo'ldi, mana qo'shdik. Chunki mana bu yerda eshik bo'lardi. Mana bu obnalichkani hisobiga mana bu ozgina qo'shishga to'g'ri keldi. Bu yoqdan kesib tashladik. Hop. Shunda mana ulangan joy. Mana kesib tashlagan narsamiz. Bu samaringiz yechilgan. Bitta butun bo'lgan bu. Eshigi qotirishiga rekan qo'yib ketgandik. To'sin qilib ishlatsa ham bo'ladi, esdicho. Bu yoqdan ham bitta qo'yib yuborilsa, gips kardon bilan o'rab yuborilsa, to'sin vazifasini ham o'taydi. Birinchi sloydan keyin kley bor. Kleydan keyin ikkinchi sloy. Buni ajratib bo'lmaydi, bitta butun bo'lib ketgan.